Barchaga assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotganlar, yaxshimisizlar? Xudo xolasa mana bugungi video syomkamizni ham boshlab oldik. Bugungi video syomkamiz rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan Centrum Holidays ofisida bo'lib o'tadi. Xudo xolasa 1-fevral kuni Namangan jiddiy yo'nalish bo'yicha reysimiz bor. Buni biz skidga narxda qilib belgiladik, $875 dan. Agarda siz vizangiz bo'lsa $775 qilib beramiz. Bunday imkoniyat hadvan bo'lmaydi. Xudo xolasa mana shu videoyimizni ota-onami avval bu yerda duolarni olib ziyoratlar qilib kelaman degan yaqin do'stlaringiz bo'lsa, qarindosh urug'laringiz bo'lsa, ulashib qo'yishingizni xohlaymiz. Xudo xolasa 14 kunlik umra ziyorati bo'lib, bunda malakali ellikboshchilar boshchiligida ham ziyorat, ham ibodatlar, ham sayohatlar barchalari malakali ellikboshchilarimiz boshchiligida bo'lib o'tadi. Xudo xolasa va yana kimga qandaydir savoli bo'lsa, o'zini qiziqtirgan qandaydir ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Biz sizlarga barcha ma'lumotlarni beramiz. Xohlovchilar rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan ofisimiz Centrum Holidaysga kelib ham bemalol o'zlarini qiziqtirgan ma'lumotlarni olishlari, har qanday savollariga javob olishlari mumkin bo'ladi. Biz barchalarni kutib qolamiz.